Assalomu alaykum barchangizga. Deltron Uz'ni YouTube kuzatuvchilari, bizani uzoq yaqindan kuzatuvchi hamyurtlar, yurtdoshlar. Bugungi videomiz qisqacha bo'ladi. Bir obzorni video qilamiz. Bugun Xorazm Urganchdagi vokzaldamiz. Shahardagi, Urganch shahridagi vokzaldamiz. Bu yerda Deltron Uz jamoasi, Deltron Uz kompaniyasi tomonidan 200 kilovatlik quyosh panellari o'rnatib berilgan. Hozirda shu ishlab o'z rezultatlarini berib turibdi. Bu videoda bize şu necha ishlat turibdi, navlar qo'yilgan, necha quyosh panellari qo'yilgan, necha ko'rinishda qo'yilgan, hammasini bir qator ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, manfaatli, qiziqli video bo'ladi. Hozir ustamiz bilan girib ichana quyosh panellarini, ustanovka bo'lgan joylarni hammasini ko'rsatamiz. Mesela ketdik. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Farmon. Rahmat. Obunachilarimiz bilan salomlashib qo'yasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugungi videomiz obunachilarimiz uchun Urganch shahridagi vokzal. Vokzal 200 kilovatlik. 200 kilovat. Bir ochib bersangiz. Bu 100. Batafsil. Hop. Ina. DC. DC'niki. Bam yenam 100. 100 kilovat. Bu 20 tishni gridniki. IC-niki ina. Hammasi 20 tishni 20 tishni shitlar. Kabellerimiz ina 120'lik. Endi bu davlatdan gelip chiqib ketishadi. Gelip çıkıp ketadi hava. Zazimleniyaları bor. Latoklada panellerim, simleri panellerin arasında tuttu. Uçakta gözetemiz onu latoklada gelip tuttu. Zaşitaları yine предохранитель, SPD, автомат. Yine отдельно заземлениялар alıngan, отдельно. Herkes için acele, her için grup için. Wi-Fi'ları yine ülengen, bir de yine Wi-Fi koydular. Görüp oturuş için aşipkelerin nelerini yüzlerimiz görüp oturamız, Kitayam görüp oturadı. Bir de inverterini üstlerim, şunu naviye satıp saya, kardan, yağmurdan göreveresler. Bu inverter şimdi açıkta şamalda durganı makul ben. Makul. Şamallap duradı yine. İşlep tuttu ağzı. Saat neçe oldu? 4,5 oldu. 4 tane avan ötüp vardı. Ağzı bet tuttu bu yine. Başta 58. 58 kilowatt. Allah. Prilajeniyası var mı neyin? Telefonda. 58'den işlep tuttu. Prilajeniyələri var. Prilajeniyası var yine. Prilajeniyada biraz berturan kilowattlarını görsetseniz ben nimette 16-15 setimiz. 94'ünü satıp tuttu sete. Seten. Hava. İçana 24. Çıkarayım bunu. Ha, yine işte. 118 geldi tuttu quyoshdan. Hava. 24 kilovat özünün rasxotu, 94'ünü satıb tuttu sete. Bugünkü gündə azanda işləb başlagandan hazırki saat 4'dən 15'ini dediyincə 1 megawatt ucu işləyən inverter. İkisi opsiyadan. Uçorçikdən hesablanadığımda işlər nəsi? Yəni azanda saat 7:40'dan başlagan grafiki. Şunatdırıb düşədi. Axırı saat 19'u 10'da. 7:10'da quyosh batadı. Batadı. Ne şuna çalsam pəsəyədi o. Azanda işləb başlagandan hazırki saat 4'əçə inverter 1 megawattdan köprak quyoshdan energiya alıb çıxarıb vergan. Bu da yəni 200 kilowatlıq stansiya üçün yaxşı нәрsə. 1000 so'mdan hesablasazlar yaxşıgina pul bo'ladi. Montajlarını gördüyünüzdə indi hazır bir qatar quyosh panellerini görəmiz. Ulug'bek aka indi bir də panelli ustanovka bo'libdi. İndi yankı 200 kilovatlı panelleri bula. Bu ne uçakında tuttu. Vokzalının letni ya zdaniyasında Zalajı'dan hemen o dedi. Ha, navesi. 9'dan 18 grupa 9'dan 18 boladı. 16 panelden her bir gruppası. 16 panelden. 16 panelden. Yine paneller işi uçaka gradus bilen yine karatık koyganmız. Yine sayaları hiç vəzi düşmin tuttu. Bir de ustanovkalar hem alümindən bo'lgan ekan, karkazlar. Yo bu ne bu? Nirjaveka. Yaxşı da ömrü uzaq bo'ladi. Ömrü uzaq. Həmməsi nədə yine? Getken. Şunda bir latoklada getken həmməsi. Yana ötken bayın. Trosla bilen tartılgan ana. Trosla bilen tartılgan. Germetik sürtülgen.
Zakonniya tip, nержавейка лоток. Ana profile maşının profil ya, nержавейка profil. Atınkovanlı. Bir de PVD kabellerim hammasi Atınkovkada, lotokda. Latokda gelip ötedi bana. Hammasi abi. Yana e'tibor etadiganlaringiz, meda shipperni shuning g'irdi bo'lsa, shu g'irdina ustanovka bo'lgan. Panel turgan karkasdan oyoqlari har biri shu shipperning g'irdina, dapasina, ya'ni u yomg'ir o'tganda, qor o'tganda hech qanday suv tutib qolmaydi. Zanglamaydi, to'g'ri. Endi shunlar ham, sho'llarni ham puxta ishlangan. 200 kilollik mana paneli shuna qarab qo'yilgan. Guvohi bo'lganingizdek 200 kilowatlik sitvoy tizimni Xorazm viloyati Urganchdagi Arkamda turgan vokzal o'rnatib berganmiz. Hamma biladi vokzalni. Biz sizlarga bo'lgan ishlarni aytib berdik, ko'rsatib berdik. Aytacakmizki, yashil energiyani o'zi davlat tashkilotlari ham tanlab turibdi. Bu o'zi kelajak uchun yaxshigina o'zingiz uchun investitsiya bo'ladi. Chunki vaqt o'tib o'zini pulni qoplagandan keyin bu sizga passiv daromad aylanadi. Bu degani karmaningizga plus. Rasxodlarni kamaytiradi, passiv daromad bo'ladi. Hech qanday keyinchalik rasxod etmaysiz, u sizga girib turaveradi. Maslahatimiz, siz ham quyosh panellaridan foydalaning, quyosh stansiyalarini qo'ydiring. Bu kelajakni tanlovi. Yevropa davlatlarida o'zi bunga o'tilib bo'lgan. Shuning uchun siz ham qo'ydirsangiz, menimcha o'zingiz uchun yaxshi. Quyosh panellarini, invertorlarni, ustanovkalarni esa albatta Deltron o'zi ishonsangiz bo'ladi. Chunki yirik shunday tashkilotlarni ishonchini qozongan Deltron sizni ham uyaltirib qo'ymaydi. Sog' salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.